Kimga bu yengillik deb o'ylamayman bu narsalar. Pionerniki bardaklar bo'lib ketdi hozircha endi. Burada bitta stanovka qilamiz. Endi mafonni joylashtirish kerak, bu joyga bo'ladi. Bardaklarni yo'qotib. Bunimizni ishi hali ham davom etyapti. Mana bu yerda kabellar yonib ketgan bo'lgan. Mana eski shtekerlarning ahvoli. Erigan. Xullas simlarda mana zamikaniya bo'lgan. O'z zamikaniya qayerdan kelib chiqqan? Mana bu orqadagi gabarit bilan massa ulanib qolgan. O'shaning oqibatida bu yoqdagi simlarni ham yondirgan. Mana simlarni qaytadan yonib ketgan simlarni ulab, shtekerlarni mana bunaqa yangi shtekerlar qo'yib, tishlarni ham mana bu simda ham shunaqa muammo bo'lgan. Asoratlari qolib ketdi endi. Asosiy yomon bo'lib ketganlari almashtirildi. Shteker o'zi полностью tepa-past komplekt almashtirildi. Hozircha shu. Endi bunga отдельно shu o'zini zavodskoy ikkitali shteker turadi. Orqa nomer yoritib turish uchun ketgan bo'ladi u. O'sha kelasidan chiqqan aslida.